Salom hammaga. Bugun Roblox kanalida Sanke Puzzle o'yinini davomini o'ynab, maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Demak, o'yin boshida biz ikkita bakalcha kutib turibdi. Xo'p, bu birinchi bakalchani yedik. Xo'p, endi ikkinchisini yeymiz. Keyin nima bo'ladi? Xo'p, buni yeymiz. Endi tepaga chiqamiz. Bo'ldi shekilli. Bo'ldi, yutdik. 40-levelda yutdik. Xo'p, endi keyingi 41-level. Xo'p, 41-levelga kelib oldik. Bu levelda 4 ta bakalcha kutib turibdi. Lekin hech qanaqa arra yoki boshqa narsalar yo'q. Shunda biz yutqazdik. Boshqatdan boshlaymiz. Yeymiz, orqaga qaytamiz, tepaga chiqamiz. Tepaga o'ngga. Endi narigi bakalchadagi kofeni yeymiz. Xo'p, tepaga, yana tepaga, o'ngga. Xo'p, yuramiz. Tepaga, o'ngga, pastga. Xato qildik. Xo'p, orqaga qaytamiz. Boshqatdan boshladik. Unda birinchi bu bakalni yeymiz. Xo'p, keyin ana ikkita bakalni yeyishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi bunisini yedik. Endi bunisini yemasak kerak. Chunki ko'payib ketsa kerak. Xo'p, chiqamiz. Mana agar yeganimizda tiqilib qolardik. Tovuqcha 55% bo'libdi. Unda keyingi 42-level. 42-levelga ham kelib oldik. 42-levelda ikkita bakalcha va ikkita arra bor ekan. Biz birinchi mana bakalchani yeymiz. Xo'p. Keyin o'lib ketamiz. Boshqatda. Demak, birinchi bakalchani yeyish kerak emas ekan. Unda ikkinchisini yeymiz. Ikkinchisini yedik. Xo'p, endi nima qilamiz? Pastga. Buni yesak o'samiz, lekin mayli, hozircha aylanib kelib yeymiz unda. Aylanib kelib o'shani yeymiz, bakalchani. Xo'p, yedik. Va tushib ketdik. Yana boshqa. Unda birinchi bakalchani yeymiz ekan. Unda tepadagi ikkinchi bakalchani yeymiz. Xo'p. Ikkinchi bakalchani yedik. Endi o'lib qoldik. Xo'p, demak, ikkinchi bakalchani ham yeyish mumkin emas. Yo'q, mumkin. Birinchi bakalchani faqat to'g'ri yeyish kerak. Unda xo'p. Nima qilamiz? Hozir teshikka chiqib ko'ramiz. Agar bo'yimiz yetar ekan teshikka. Demak, bir ana bakalchani yesak va o'lib ketar ekanmiz. Xo'p, unda keyingi 43-level. Xo'p, 43-levelga kelib oldik. Tepamizda bitta bakalcha bor ekan. Buni yesak keyin toshni ola olmaymiz. Shuning uchun birinchi toshni olamiz, keyin bakalchani yeyveramiz. Xo'p, toshni oldik. Endi nima qilamiz? Toshni bu tarafga tushirish kerak ekan, bu tarafga bo'lsa suramiz toshni. Teshikka boramiz va teshikka kirib ketamiz. Xo'p. Demak, to'g'ri. 43-level ham tugadi. Demak, keyingi 44-level. Demak, bu 44-level. 44-levelda ikkita bakalcha bor. Birinchisidan boshlaymiz.
ikkinchisini ham yedik. Keyin nima qilamiz? Xo'p, demak orqaga qaytamiz. O pastdan birinchi qilib qoldik. Demak xato tushganman. Boshqatdan boshladik. Demak hozirgidek yeymiz. Hozirgidek yesak, keyin nima qilamiz? Keyin tiqilib qoldik. Xo'p, boya qanday qilgandim? Bu tarafdan tushgandim boya, bu tarafdan. Xo'p. Xato qildim. Xo'p. Bu tarafdan tushgan bo'lsam mana. Endi to'g'ri bo'ldi. Ikkinchi bakalchani yeymiz, keyin orqaga qaytamiz. Keyin hozirgidek tushamiz. Bitta qolgandan keyin chapga, keyin tepaga, keyin teshikka kirib ketamiz. Bular bilan hozir shunchalik qiyin emas. Keyingi 45-level. Bu levelda ikkita bakalcha bor. Birinchisini yedik. Xo'p, birinchisini yegandan keyin ikkinchisini ham yeymiz. Ikkinchisini yedik. Xo'p, ikkinchisini yegandan keyin tepaga teshikka kirib ketamiz. Bu levellar bunaqa qiyin emas. Hozircha. Keyingi levellar ancha qiyin bo'lsa kerak. Xo'p, unda 46-level. 46-levelda ham xuddi shunday ikkita bakalcha turibdi. Agar bu bakalni yesak, tepaga chiqa olmaymiz. Shuning uchun birinchi tepadagini yeymiz. Tepadagini yesak ham baribir yetmas ekanmiz. Unda buni ham yeymiz. Keyin makka borib ko'ramiz. Bu level ham oson. Juda ham oson. Xo'p, unda keyingi 47-level. Xo'p, 47-levelga ham keldik. Bu levelda tosh bilan o'chimana naytlar chiqishni boshladi. Xo'p, bunda nima qilamiz? Mana toshni surishga harakat qilamiz. Nayzani yopib qo'ydi. Endi mana uni yeymiz. Xo'p, keyin nima qilamiz? Keyin tushib ketamiz. Demak xato ekan. Unda boshqatdan bo'lsa, xuddi shunday toshni suramiz. Toshni surdik, faqat endi pastga tushib, keyin buni yeymiz. Xo'p, bu to'g'ri. Demak, keyingi 48-level. Bu level ham uncha qiyin bo'lmadi. Xo'p, bunda keyingi 48-level. Bu levelda bizda juda ham ko'p arrari va bakallar bor ekan. Nima qilamiz? Bu bakalni yeymiz, keyin o'lamiz. O'lib qoldik. Unda nima qilamiz? Unda pastga to'g'ri yeb tushib ketamiz. To'g'ri yeb tushdik. Keyin bu bakalni yeyishga harakat qilamiz. Xo'p. Bu bakalni yegandan keyin narigi bakalni ustidan o'tib ketamiz. Shunda ulguramiz. Bo'lmasa uni yeganimizda chunki yetmasdi bo'yimiz. Juda ham baland teshik. Bu level ancha qiyin bo'lgani yo'q. Keyingi 49-level. Bu levelda ikkita bakalcha bor ekan. Xo'p, birinchi bakalni yeymiz. Xo'p, birinchi bakalni yedik. Endi ikkinchi bakalni ham yeymiz. Xo'p, ikkinchi bakalni yedik. Endi yetsak kerak uni teshikka. Demak yetdik. Negadir hali qiyin level chiqqani yo'q. Unda keyingi 50-level. 50-levelda bitta bakal va ikkita arra bor ekan. Unda birinchi bakalni yeymiz. Xo'p. Bo'lib qoldik. Qaytadan boshladik. Unda buni yeymiz. Xo'p. Buni yegandan keyin faqat tushib olamiz.
o'ldik. Xato qildim. Baqa tushib olamiz. Buni yeymiz. Xo'p, undan keyin bu yerga tushib olamiz va tepaga chiqib pastga tushib teshikka kirib ketamiz. 50-level. Qandaydir qiyin bo'ldi bu level men uchun. Undan keyin 51-level. 51-levelga ham kelib oldik. Bizda 3 ta bakal bor. Tepadagi bakalni yeymiz. Tepadagi bakalni yedik. Endi pastga tushamiz. Pastga tushgandan keyin xo'p, o'ng tarafdagini birinchi yeymiz. Chap tarafdagini yesak tiqilib qolamiz. Shuning uchun tepaga chiqamiz, pastga tushamiz va yana hozirgidek tushishga harakat qilamiz. Xo'p, tushdik. Endi chap tarafdagisini ham yeymiz-da, tepaga chiqib teshikdan yetib borarkanmiz. Teshikka unda nimadan o'tib ketsak bo'lsa kerak. Xo'p, demak to'g'ri. Agar pastdan borganimizda yiqilib ketishimiz mumkin-da. Undan keyingi 52-level. Undan keyingi 52-level. 52-levelda bizda 3 ta bakalcha bor. Biz birinchi orqadagi bakalni yeb olamiz. Xo'p, orqadagi bakalni yeb olib tiqilib qolamiz. Demak, uni qandaydir qilib yeyish kerak. Xo'p, unda tepadan yeymiz. Pastga tushib yana tiqilib qoldik. Endi boshqatdan. Nima qilamiz? Unda pastdan borib boshqatdan yesachi. Ha, bo'ldi, to'g'ri. Demak, shu to'g'ri ekan. Xo'p, pastga tushamiz. O'ngga uni yedik. Yana to'g'riga ketaveramiz. Xo'p, demak kirib ketdik. Bu level uncha qiyin bo'lmadi, lekin oson bo'ldi. Keyingi 53-level. 53-level. Bu levelda 2 ta xo'p. Demak, bu levelda 2 ta bakal, keyin 2 ta arra bor. Xo'p, biz nima qilamiz? Biz birinchi bakalni yedik, endi ikkinchi bakalni ham yedik. Xo'p, tepaga chiqib ketamiz shunday qilib. Tepaga chiqib ketib, ana u yashikka borib, teshikka kirib ketamiz. Bu level ham oson bo'ldi. Hali qiyin level chiqqani yo'q. 60 yo 70-levelda qiyin bo'lib ketsa kerak. Demak, keyingi 54-level. Demak, 55-level. Bu levelda juda ham ko'p arralar va 3 ta dona bakal bor ekan. Bu levelda biz nima qilamiz? Birinchi bakalni yeymiz, keyin ikkinchi bakalni yeymiz, undan keyin uchinchi bakal, undan keyin kirib ketamiz teshikka. Demak, bu level uncha qiyin bo'lgani yo'q. Keyingi 56-level. 56-levelda biz bakalni ustida spawn bo'libmiz. Xo'p, nima qilamiz? Bu bakalni yeymiz, chunki o'lib ketamiz desak. Xo'p, pastga tushamiz. Xo'p, bu bakalni yeymiz, yana tushiramiz, tepaga chiqib. Xo'p, o'sha bakalni ustidan chiqib ketsak kerak. Xo'p, demak to'g'ri aytibman. Keyingi 57-level. 57-level. Bu levelda 3 dona bakal va 2 ta arracha bor ekan. Birinchi tagimizdagi bakalni yeymiz, keyin bu bakalni yeymiz, keyin pastga tushib ketsak kerak. Pastga tushamiz. Keyin tepadagi bakalni, undan keyin teshikka kirib ketamiz. Xo'p, 57-level ham tugadi. Bu level ham qiyin bo'lgani yo'q. Hali qiyin level chiqqani yo'q. Demak, 58-level. 58-levelda 4 ta dona bakal
bor ekan. Xo'p, demak, nima qilamiz? Birinchi bu vokal deymiz. Xo'p, keyin pastga tushamiz. Pastga tushib, mana uni yeymiz. Tepaga burilib, tiqilib qoldik. Demak, boshidagi vokalni yemash kerak ekan. Xo'p, qaytadan boshladik. Xo'p, unda qaytamiz orqaga. Tepaga chiqamiz, tepaga, chapga, tepaga. Xo'p, bu vokalni yedik. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi bu vokalni yeymiz. Xo'p, yedik. Tushib ketdik. Qanday unda? Yana boshqatdan hozirgidek qilamiz. Hozirgidek qilsak, demak, pastdagi ikkita vokalni birinchi yeb olamiz. Xo'p, yeg'gandan keyin tepadagi vokalni yeymiz. Tepadagi vokalni xo'p yedik. Endi mana shu yerdan nima qilamiz? Bu yerda birinchi pastdagi vokalni yesak bo'ladi. Lekin mayli, pastdagini yeymiz. Lekin tiqilib qolamiz. Xo'p, qaytadan. Balki tepadagi vokalni yemash kerak edi birinchi o'ng tarafdagi vokalni yeb, keyin tepadagi vokalni yeyish kerakdir. Nima qilib ko'rsak-chi? To'g'ri, shunday ekan. Demak, tepadagi vokalni yemadik va teshikka kirib ketdik. Xo'p, bunda 58-level tugadi, keyingi 59-level. Keyingi 59-level. Bu levelda ikkita chashka bor ekan. Ikkita chashkani birinchisini yedik. Xo'p, keyingisini yeymiz unda. Keyingisini qanday qilib? Xo'p, keyingisini unda bunday qilib yeymiz. Xo'p. Bo'ldi, tiqilib qoldik biz. Chiqolimiz bu yerdan umuman. Xo'p. Unda buni yeymiz. Buni tepadan tushsak bo'lar ekan. Unda boyagiday yursak umrbod tiqilib qolar ekanmiz. Unda nima qilamiz? Tepadan tushishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p. Tepaga, o'ngga. Bo'ldi, endi umrbod tiqildik. Boshqatdan. Demak, tepadan tushamiz. Xo'p, tepadan tushsak. Bitta tushsak tamom. Yana boshqatdan. Menimcha birinchi mana uni yemasdan oldin mana uni yeb olish kerak. Mana bo'ldi. Birinchi bu vokalni yeb, keyin bu vokalni yeyish kerak ekan. 59-level ham tugadi. Men xato qilganim uchun 2 marta yo 3 marta boshqatdan bo'lishga sabab bo'ldi. Demak, keyingi 60-va oxirgi level. 60-level va oxirgi level. Bu levelda ikkita stakan bor. Birinchi stakan deymiz. Xo'p, keyin baqa borib ko'ramiz. Demak, tiqilib qoldik. Unda boshqatdan. Xo'p, boshqatdan bo'lsa
biz tiqilib qolganimiz uchun birinchi stakanni yeymiz. Endi birinchi stakanni yedik. Va buni ustidan chiqib ketamiz va 6-level ham tugadi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar.